Shaharsozlik norma va qoidalarining qurilishda xavfsizlik texnikasi talablari bilan tanishtirishda davom etamiz. Binolar va inshootlar qurilishida xodimlarni balandligi yoki chuqurligi 25 metr va undan ortiq bo'lgan ish joylariga ko'tarish va tushirish uchun xodimlar va yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan ko'targichlar, ya'ni liftlardan foydalanish lozim. Xodimlarni 5 metrdan katta bo'lgan balandlik yoki chuqurlikda joylashgan ish joylariga ko'tarish yoki tushirish uchun qo'llaniladigan zinapoya yoki tutqichlar ehtiyot kamarlarini mahkamlash uchun moslamalar bilan jihozlangan bo'lishi lozim. Tayyorlangan ko'chma zinapoyalardan foydalanishdan oldin ularni foydalanish holatida bo'lgan zinapoya oralig'i o'rtasidagi pog'onalardan biriga qo'yilgan 1200 Newton statik kuchga sinash lozim. Foydalanish davrida yog'och zinapoyalarni har yarim yilda bir marta, temir zinapoyalarni esa 1 yilda bir marta sinovdan o'tkazish talab etiladi. Ko'chma zinapoyalarni qo'llashdan avval ularni yaroqlilik ko'rigidan puxtalik bilan o'tkazish kerak. Nosoz ko'chma zinapoyalardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.